shamollashda antibiotiklar beramiz. Yo'q, 90% hollarda bolalarda shamollash sababi viruslar, antibiotiklar kerak emas. Bola uyqu paytida ko'p terlaydi. D vitaminini ko'paytirish kerak. Yo'q, bolalarda ter bezlari faol. Bu fiziologik holat. Yo'tal vaqtida darhol sirop beramiz. Yo'q, balg'am ko'chiruvchi dorilar yosh bolalarda pnevmoniyaga olib kelishi mumkin. Harorat 38 gradus bo'lganda zudlik bilan pasaytirishimiz kerak. Yo'q, agar bola faol bo'lsa va suv ichsa, isitma tushiruvchi dori shart emas. Isitma vaqtidagi tutqanoqda bolani og'ziga qoshiq solamiz. Yo'q, noto'g'ri. Yonboshlab yotqizish, erkin nafas olishni ta'minlash va tez yordam chaqirish kerak. Kuyganda yog' yoki tish pasta surtamiz. Yo'q, 15-20 daqiqa davomida salqin suvda ushlash, zarur hollarda steril bog'lamdan foydalanish. Burun oqishi tuzalguncha tomchilar bilan davolaymiz. Yo'q, burunga tomir toraytiruvchi tomchilar 5 kundan ortiq mumkin emas. Xususiy klinikalarning hammasida ham tez yordam xizmati mavjud emas, lekin bizning Corona Medline klinikasida ushbu imkoniyat bor. Tez yordam mashinamiz og'ir ahvoldagi bemorlarni xavfsiz va tezkor tarzda manzilga yetkazish uchun mo'ljallangan. Mashina ichida sun'iy nafas oldirish apparati, kislorod tizimi, yurak monitori, EKG, ko'chma UZI, defibrilyator va zarur dori vositalari to'liq mavjud. Bemor bilan birga tajribali shifokor va hamshira jamoasi doim yonida bo'ladi. Har daqiqada nazorat, har soniyada yordam. Og'ir yotgan bemoringiz bo'lsa, uni boshqa klinikaga ko'chirish, murakkab tekshiruvlarga yoki Toshkent va boshqa viloyatlarga yuborish kerak bo'lsa, Corona Medline klinikasining tez yordam xizmatini tanlang. Ko'cha-ko'yda bizning tez yordam mashinamizni ko'rsangiz, bilingki biz hayot uchun kurashyapmiz. Men Begmatova Muhayyo Madaminova, akusher-ginekolog, 30 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Hozir ish faoliyatim Andijon tumanida Corona Medline xususiy klinikasida faoliyat olib boryapman. Bizning klinikamizda barcha ginekologik operatsiyalar amalga oshirilyapti. Masalan, siydik vagina tushib qolishi, bachadon tushib qolishi, qin devorlarini tushishi, ko'tarish operatsiyalari amalga oshirilyapti. Bundan tashqari ayollarni ultratovush tekshiruv, gisterosalpingrafiya, ya'ni bachadon naylarini o'tkazuvchanligini tekshirish va ochish, homiladorlikni tug'ruqacha tayyorlash, homiladan saqlovchi barcha usullar, ya'ni implanon qo'yish, bachadon ichki vositalarini har xil turlari mavjud. IJK, IK, OK barchasi bizning klinikamizda mavjud. Bachadon bo'yni eroziyalarini kuydirish, davolash, bepushtlikni davolash, sabablarini aniqlash. Yana bizning klinikamizda Kegel kreslomiz bor. Surunkali sistit, ayollar ichki kasalliklari, varikoz, bachadon tushib qolishi, siydik vagi tushib qolishi kuzatilayotgan ayollarimiz bemalol kelib kreslo kegelamizda o'tirib muolajalarni o'tkazishlari mumkin. Hurmatli ayollar, bizning klinikamizga tashrif buyurib, o'zingizni sog'ligingiz uchun e'tiborli bo'ling. Qanaqa muammolar bo'lsa, kelib maslahatlashishingiz mumkin. Jarrohlik operatsiyalaridan endi qo'rqishning hojati yo'q. Corona Medline klinikasining jarrohlik bo'limida zamonaviy texnologiyalar, steril muhit va malakali mutaxassislar mavjud. Operatsiya oldi xonalarida bemorlar to'liq tayyorgarlikdan o'tkazilib, xavfsizlik protokollariga qat'iy nazorat qilinadi. Jarrohlar jamoasi turli yo'nalishlarda umumiy jarrohlikdan tortib urologik va ginekologik amaliyotlargacha 80 dan ortiq operatsiya turlarini muntazam va yuqori sifatda bajarib kelmoqda. Bemorning ishonchi va xotirjamligi uchun sharoit, tajriba va texnika birdek muhim hisoblanadi. Corona Medline 80 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari xavfsiz va professional tarzda o'tkaziladigan manzil. Meni ismim Saodatxon. Yangi yilga sizlarga bir narsa olib keldim. Surpriz, topinglar. Meni
ismim Feruzaxon. F harfiga fan Men ismim Feruzaxon. F harfiga fan topib keldim. Men ismim Nozima. Noski bilan nam salfetga olib keldim. Men ismim Mashhura. Men sizlarga mandarin Men ismim Zulayho. Z harfiga zakolka olib keldim. Bo'pti, men ismim Mahliyo. M harfiga momiqini mahrushka olib keldim. Men ismim Omatoy. O harfiga Olivia sovun olib Men ismim Mushtari. M harfiga machayka olib keldim. Qo'shimchasiga Maxgellarni olib Men ismim Muslima. M harfiga mittivoy shirinliklarini olib keldim. Men ismim Shahnoza. Sh harfiga Men ismim Feruza. F harfiga family suvlarini olib keldim. Mening ismim Husnida. H harfiga hot lunch olib keldim. Men ismim Farida. F harfiga flash olib keldim. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Corona Medline'da men ko'p davolanaman. Ko'p oilaviy kelib shu yerda dam olaman. Mebellar sharoitlari yaxshi, qulayliklari yaxshi, hamma tomonlari chiroyli, doktorlar, hamshiralar yaxshi qaraydi. Uch mahal taomlarni tayyorlantirib, chiroyli, yaxshi qarashadi. Hammalari yaxshi. Rahmat, bulardan rozimiz inshaalloh. Qachon bemor bo'lsak, albatta shu yerga kelib davolanib lecheniya qilamiz biz. Meni kardiolog Dilan opa meni davolaydi. Har doim yaxshi davolaydi. Chiroyli, yaxshi bir nima qilib, qanaqa bir nimam bo'lsa, yaxshi ko'rib davolaydi, Xudoga shukr. Shu yerga kelib turaman. Taomlari yaxshi, kelinglar, hammanglar sizlar ham shu yerda davolaninglar. 3 mahal taomlarni beradi, chiroyli qilib, yaxshi qaraydi. Hammalari yaxshi, Xudo xohlasa inshaalloh. Xo'p, rahmat, tinch bo'linglar. Andijonda Hindistondan kelgan mutaxassis shifokorlarning bepul ko'riklari bo'lib o'tadi. 14-15 yanvar kunlari neyroxirurg, umurtqa pog'onasi va orqa miya jarrohligi bo'yicha mutaxassis doktor Anil Dahar hamda katta tajribaga ega urolog doktor Rahul Gupta bemorlarni bepul ko'rikdan o'tkazadi. Qabulga yozilish uchun shoshiling. Joylar soni cheklangan. Telefon 90 269 86 82 74 373 13 06 99 230 0131 Corona Medline klinikasi. Otorinolaringologiya yoki elektroensefalografiya. Aytib ko'ring, unchalik qiyin emas. Otorinolaringologiya, elektroensefalografiya. Barcha tekshiruvlar Corona Medline klinikasida bor. Otorinolaringologiya yoki elektroensefalografiya. Aytib ko'ring, unchalik qiyin emas. Otorinolaringologiya, elektroensefalografiya. Barcha tekshiruvlar Corona Medline klinikasida bor. Davolarni bir ko'rsataychi deb keldim. Desam uziylarga tushiruvdi. Shunaqa toshingiz bor ekan xola deyishdi. Men to'xtasangmi Qunduzxondan birinchi bo'limdan keldim. Kelib shu yerda eshitdim. Davolarni bir ko'rsataychi deb keldim. Desam uziylarga tushiruvdi. Shunaqa toshingiz bor ekan xola deyishdi. Nodirbegini qabul qildi. Shu bilan
44 ta toshim bor ekan. Trasakul oldi. Bilmaganman, og'rimas edi. Qoshqozon jicha aynib turardi. Aynib qolardi, dori ichib olsam tuz yo'lib yuraverardim. Shoirlarda juda ham yaxshi ekan sharoitlari. Doktor qizlari mana o'killarni ulayapti. Rahmat shularga. Ancha yaxshi mana umuman. Klinikaga kelib, toshib bolalar mana shu Nodirbekka kelib oldiringlar. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda elektr disfuziya, prostatitni dorilarsiz ham davolashning uslubi bor. Bu usul udarniya valnoviy terapiya deyiladi va udarniya valna apparatda qilinadi. Bu apparatda olatga va prostataga elektr to'lqinlari jo'natiladi. Bu to'lqinlar urganda endogen faktorlar tiklanadi, qon aylanishi yaxshilanadi, yallig'lanish mexanizmlari orqaga qaytadi. Shuni hisobiga prostatitdan yoki elektr disfunksiyadan qutulishning imkoni 3-4 barobarga oshadi. Agar bu preparatni endokrinolog shifokor nazoratsiz qabul qilsangiz, sizda o't tosh kasalliklari yoki onkologik kasallik rivojlanishi mumkin. Kosmetologga bordim, menga ozdiruvchi ukol tavsiya qilishdi. Bu haqda sizning fikringiz? Juda yaxshi savol berdingiz. Hozirgi kunda odamlar ozish uchun har qanday yo'lda qilishyapti. Hamda to'g'ri kelgan preparatlarni qabul qilishyapti. Bundan tashqari, ozish bo'yicha avvalambor birinchi endokrinolog xulosasini olish kerak. Ya'ni endokrinolog tekshiruvdan o'tib ma'lum bir analizlar topshiriladi va semizlikning sababini aniqlash kerak. Shundan keyin doktor nazorati ozdiruvchi preparatlarni qabul qilsa bo'ladi. Kosmetologga keladigan bo'lsak, hamma kosmetologlar ham tibbiy ma'lumotga ega emas. Shuning uchun noto'g'ri qo'llanilganda bu preparatlar o't tosh kasalliklari hamda onkologik kasallik kelib chiqish xavfi yuqori. Ozish uchun birinchi qadam dietologga borishmi yoki endokrinologga? Juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Ozish uchun birinchi qadam endokrinolog nazoratida bo'lish va kerakli analizlar topshirib, avvalambor semizlikning sababini bilish kerak. Bir tanishim dietolog kursiga borgan, fitness bilan shug'ullangan, ozish uchun natijaga erishgan, ozgan. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra bu jarayonni to'xtatib qo'ygan. Lekin semirish уже davom etgan. Bu holat haqida fikringiz? Agar sizga ham shu savol qiynayotgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Sizlarga o'zim javob beraman. Corona Medline klinikasida bepul tibbiy ko'riklar davom etmoqda. Avval xabar berganimizdek, Hindistondan Corona Medline klinikasiga urolog hamda neyroxirurg mutaxassislar bepul ko'ruv jarayonlarini o'tkazishmoqda. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring va qayerdan keldingiz? Paxtabod tumanidan keldim. Ismim Fahriddin. Bunaqa bosh miyadan operatsiya qildirdim. Bosh miyamdan Hindistonga borib. Hozir ko'rikka keldim mana. Konsultatsiyaga keldingiz, повтор qayta ko'ruv konsultatsiyasiga. Operatsiyadan keyin o'zingizni qanday his qilyapsiz? Operatsiyadan keyin o'zim juda yaxshi his qilyapman. Yaxshi, ko'riklar zo'r o'tdi, operatsiyalar. Assalomu alaykum. Men Jalolov Nasirullo. Mana shu klinikaga birinchi marotaba keldim. Bu yerda Hindistonlik mutaxassislar kelgan ekan. Bepul konsultatsiya olish uchun kelyapman. Qorin jarrohlik bo'yicha ko'ringani keldim. Shu bepul konsultatsiyaga bo'layotgan tashkilotchilarga rahmat katta. Sizlarga ham rahmat. Ta'minlarga hamma sharoitlar yaxshi ekan. Ko'rib xursand bo'ldim. Hozirgi kungi muammolardan biri bolalar va kattalarda uchraydigan gaymarit hamda laringotrahit kasalliklarini davolash. Gaymarit xastaligini kelib chiqishiga sabablar oyoqdan, boshdan sovuq o'tishiga, ko'p gripplarda asoratlari hisoblanadi. Va ko'proq yoshlarimiz bosh yuvgandan keyin boshini yaxshi quritmasdan chiqib ketishlari, shamollab qolishiga sabab bo'ladi. Uni konservativ davolash bosqichlarida agarda o'tkazib yuborilsa e'tiborsizlikda
u operatsiya yo'l bilan davolashga o'tiladi. Bunda bemorlarda bosh og'rig'i, burun bitishi, burundan yiringli, hidli ajralmalar kelishi bezovta qila boshlaydi. Bosh og'riqlari og'riq qoldiruvchilar ta'siriga og'riq qolmaydi. Shu sababli lor shifokorga tezda uchrab, vaqtida davolanish kerak. Agarda sizda shu yuqorida aytilgan belgilar, shikoyatlar paydo bo'lgan bo'lsa, bizni Corona Medline shifoxonamizga kelib uchrashinglarni tavsiya qilamiz. Men 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan Po'lat va Durdona Nematovna oliy toifali akusher ginekologman. Shuningdek, bu sohadagi yo'nalishim barcha ginekologik kasalliklarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha faoliyat olib boraman. Bunday kasalliklar kichik chanoq a'zolaridagi yallig'lanishlar, tuxumdon kistalari, bachadon miomalari, birlamchi ikkilamchi bepushtliklar, to'rchi infeksiyalari, homiladorlikni 9 oy davomida nazorat qilish hamda klimaks davridagi barcha asoratlarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha shug'ullanaman. Bundan tashqari barcha ginekologik operatsiyalarni estetik ginekologiya sohasida faoliyat olib boryapman va asosan bularda bizda o'tkaziladigan operatsiyalarimiz bachadon tushib qolishlari, siydik tutolmaslik hamda genitaliya sohasidagi noestetik nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha ham operativ yordam ko'rsatamiz. Agarda sizlarda yuqorida sanab o'tgan kasalliklardan birontasi bezovta qilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Corona Medline jamoasi sizlarga xizmat ko'rsatishdan xursand bo'ladi. Chap oyog'ini boldir sohasida toshmali dog' uchastkasi aniqlangan. Bemorimiz Elyorbek meni oldimga bir hafta avval kelib murojaat qildi. Murojaat qilgan paytida chap oyog'ini boldir sohasida kattaligi 5 ga 10 sm keladigan toshmali dog' uchastkasi aniqlangan. Tekshiruvlar natijasida ekzema diagnozi qo'yilgan. Hozirda davolash muolajalari o'tkazilyapti. Tabletkalar buyurilgan, ichgani, ekzemada ishlatiladigan mazlardan foydalangan. Hozir holat yaxshimi? O'zingiz ancha yaxshi his qilib o'zgarishlar bo'lyapti. Xudo xolasa hali davom etadi. Yana bir hafta davolanib, keyin yana ko'rikka kelasiz. Hozirda sizlarga aytib beradigan mavzu bu terini yuqumli kasalliklardan biri hisoblanadigan chesotka haqida, ya'ni o'zbekchasiga qichimi kasalligi. Antropozonoz kasallik hisoblanadi. Ya'ni badanga toshmalar toshish, juft elementlar bo'lishi va odamdan odamga yuqishi bilan xarakterlanadi. Tanada eng yumshoq qismlari, tanani qo'lning ichki qismi, barmoqlar oralari, qorinda yona, sonlarning ichki qismlarida tezroq rivojlanadi, teri yumshoq joylarida. Elementlarga e'tibor berganimizda, elementlar juft bo'lib joylashgan bo'ladi va unga xarakterli bo'lgan xususiyat kechqurun yotgandan keyin qichish hosil bo'lishi, kuchayishi kuzatiladi. Qashlanishlar natijasida ekskavatsiyalar, ya'ni tirnalishlar hosil bo'ladi. Bu yuqumli kasallik hisoblangani uchun shu ma'lum dorilarni qilish kerak. Preparatlar, benzilbenzoat, sernemaz, shunga o'xshagan mazlardan, antigistamin preparatlardan foydalanilgan holatda davolash choralari o'tkaziladi. Uylarni dezinfeksiya qilish ham shular jumlasiga kiradi. Bu chesotka kasalligi chiqqan paytda vrachga kelib uchrashish va vrach o'z navbatida davo choralarini yozib, yotqizilishi kerak bo'lsa yotqiziladi va sizga xabar berib qo'yiladi. Men ginekologman va men abort qilmayman. Chunki men ayol bachadoni faqat tana a'zosi emasligini bilaman. Bu hayot boshlanadigan muqaddas makon. Abort bu oddiy protsedura emas. Bu ko'pincha gormonal buzilishlar, bepushtlik, surunkali yallig'lanishlar, ruhiy jarohatlar bilan yakunlanadi. Ko'p ayollar yillar o'tib shunday deydi: agar o'shanda kimdir meni to'xtatganida edi, men ginekolog sifatida bilaman, har bir homila imkoniyat, har bir bachadon ishonch,
har bir ayol himoyaga loyiq. Men ayolni tanlovsiz qoldirmayman. Men tushuntiraman, qo'llab-quvvatlayman, yo'l ko'rsataman, lekin hayotni olib tashlashga qo'l ko'tarmayman. Men abort qilmayman, men hayotni tanlayman. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya. Agar bemorlarni qo'shiq bilan davolash kerak bo'lsa, qaysi qo'shiqlarni tavsiya qilamiz? Bak bu bir kam dünyada kimning baxti bu. Yomon botdi, og'ir botdi, yorini o'zi. Duo qilaylik, duo qilaylik, bemorlar haqqiga duo qilaylik, duo qilaylik, duo qilaylik, bemorlar haqqiga duo qilaylik. Her kimniki o'zine ay görüner gözüne, kim ne dese diversin, yaksa buldu özüne. Andijon shahridan Solih Qosimjonman. Yoshim 68da. Manzilga kelishimiz sababi jindek shamollashni o'tkazib yuborganligi sababli kelib yotdim. Bu yerda doktorlar, hamshiralar yaxshi qarashdi. Sharoitlar yaxshi ekan. Bizga o'xshab kasallikni o'tkazmasdan vaqtda ichsanglar nihoyatda foydasi katta ekan. Sharoitlari juda yaxshi maskan ekan. Shu yerga kelib davolansanglar yaxshi bo'ladi. Dushanba kunida keldim. Mana juma kunida yaxshi natija ko'rdim. Doktorimiz Husanboy Qurbonov yaxshi qaradi. Hamshira qizlar ham hammasi yaxshi qaradi. Rentgen tekshiruvi zararlimi? Keling bugun bu haqda gaplashamiz. Rentgen tekshiruvi tibbiyotda kasalliklarni aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Biroq tibbiy rentgen tekshiruvlarida qo'llanilgan nurlanish juda past dozada bo'ladi va ko'pchilik holatlarda uning dozasi zararidan ustun turadi. Bir martalik yoki kamdan kam o'tkaziladigan rentgen tekshiruvi odatda xavfli emas. Shifokorlar rentgenni faqat zarur bo'lganda tavsiya qiladilar. Keraksiz va tez-tez takrorlanadigan tekshiruvlar esa nurlanish miqdorini oshirishi mumkin. Zarur holatlarda maxsus himoya vositalari, masalan, egnidagi qo'rg'oshinli partuk ishlatiladi. Bu asosan homilador ayollarda rentgen tekshiruv o'tkazish kerak bo'lganda qo'llaniladi. Corona Medline klinikasida raqamli rentgen tekshiruvi mavjud bo'lib, bu yerda rentgen apparati pult orqali boshqariladi. Har bitta kelgan bemor uchun maxsus o'zini bo'limlari bor, ya'ni dozalash miqdorlari. Nurlanishga qarab turib, bemorni kilosi, yoshi, bolalardagi holatlariga qarab mana shu dozalarda beriladi. Ya'ni chaqaloqlarga katta dozalarda berilmaydi. Uni maxsus ko'rsatmalariga binoan 70, 12,5 kabi dozalarda tavsiya qilinadi. Xulosa qilib aytganda, rentgen tekshiruvi to'g'ri va me'yorida qo'llanilsa, xavfsiz hisoblanadi va kasallikni aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega. 60 ming so'm yoki 400 ming so'm. Sog'ligingiz uchun qaysi birini tanlaysiz? Ba'zan vrach oddiy rentgen yoki palpatsiya, ya'ni qo'l bilan tekshirish orqali ham ko'p narsani aniqlaydi. Oddiy rentgen, MRT, MSKT qimmat va juda kuchli tibbiy tekshiruv, lekin hamma holatda ham kerak emas. Rentgen, MRT va MSKT farqi nima? Qaysi biri qachon tanlash kerak?
Bugun barchasini sodda qilib tushuntiraman. Rentgen, X-ray qanday ishlaydi? Suyaklar va qattiq to'qimalarni ko'rsatadi. Qulayligi tez, arzon, ko'pchilik shifoxonalarda mavjud. Zarari ionlashtiruvchi nurlari mavjud. Juda ko'p takrorlanmasa, xavfsiz. Qo'llanilishi suyak sinishlari, bo'g'im muammolari, o'pka va ko'krak tekshiruvlarida qo'llaniladi. MRT magnit rezonans tomografiya qanday ishlaydi? Kuchli magnit va radio to'lqinlar yordamida suyak, mushak, suyakdagi suyuqlik, miya, nerv va yumshoq to'qimalarni ko'rsatadi. Qulayligi ionlashtiruvchi nurlar yo'q, yumshoq to'qimalar ham aniq ko'rinadi. Zarari magnit maydon sababli temir implantlari bor odamlarda xavfli hisoblanadi. Qo'llanilishi miya, orqa miya, bo'g'imlar, yurak va ichki organlarni tekshiradi. MSKT multispiral kompyuter tomografiya qanday ishlaydi? Rentgen asosida kompyuter yordamida 3D tasvir beradi. Qulayligi tez, juda aniq, organlarni 3D ko'rsatadi. Zarari nurlari ko'p. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan qo'llaniladi. O'pka, ichki organlar, qon tomirlar va shoshilinch vaziyatlarda travma va infarktda qo'llaniladi. Endi o'zingiz tanlang, 60 ming so'mga vrachga ko'rinib, aniq ma'lumotlar bilan tekshiruvdan o'tasizmi yoki oddiy shikoyatlaringizni ham qimmat tekshiruvlar bilan xarajatni ko'paytirasizmi? Siz ham qimmat tekshiruvingizni shifokorga olib borasiz-ku, to'g'rimi? Eslatib o'tamiz, ayni damda Corona Medline klinikasida MRT, MSKT kabi tekshiruvlar mavjud emas. Bizning mutaxassislar sizning shikoyatingizga qarab kerakli tekshiruvlarni o'tkazishadi. Doktor, burun yuvish qanchalik zararli yoki zararsiz? Siz ham uy sharoitida burun yuvish foyda va zararlarini bilmoqchimisiz? Unda ketdik. Burunni yuvish foydasi: shamollash va allergiyada burunni ochadi. Shilliq, chang va mikroblarni tozalaydi. Qachon zararli bo'lishi mumkin? Juda kuchli bosim bilan yuvilsa, juda tez kuniga 4-5 marotaba ko'p qilinsa. Endi to'g'ri usuli: tuzli eritma bilan, ya'ni fiziologik eritma bilan kuniga 1-2 marotaba yetarli. Quloqni tozalashning foydasi: quloq kirini olib tashlashda yordam beradi. Qachon zararli bo'lishi mumkin? Quloq pardasi shikastlangan bo'lsa, og'riq, yallig'lanish bo'lsa, uy sharoitida noto'g'ri qilinsa, tavsiya qilinmaydi. Quloqni tez tozalash shart emas. Quloq tayoqchasi, ya'ni uchastka bilan ichkariga kiritish tavsiya etilmaydi. Eng xavfsizi malakali lor shifokoriga borish. Agar sizda quloq, tomoq va burundan shikoyatlaringiz bo'lsa, albatta bizning klinikamizga tashrif buyuring. Mana bu analizlarni topshirib kelasiz. Voy bu, doktor shuncha analiz topshirishim shartmi? Shikoyatimga qarab retsept yozib beravering. Afsuski yozib bera olmayman. Bu kabi savollarni deyarli har kuni bemorlar berishadi. Lekin to'g'ri tashxis qo'yish uchun kerakli analizlar topshirishimiz kerak. To'g'ri, bizga oldimizga shikoyat bilan kelishadi. Shikoyatlari to'g'ri bir kasallikka yo'naltirilgan bo'ladi. Lekin gormonal fonni bilmasdan turib yoki undagi gormonlardagi o'zgarishlarni qay darajadaligini bilmasdan turib, dori preparatlarini to'g'ri dozada bera olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun agar sizlarda ham shu kabi muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada qaysi kasalligingiz bo'lsa, shu haqida yozib qoldiring va biz sizga kerakli analizlar to'plamini yozib qoldiramiz.